Hozirda led chiroqlariga shunaqa tekshiruvlar qattiq ketyapti, chunki buni ko'pchilik tushunmayapti. Ya'ni bizga, boshqalarga ham savol berishyapti. Mana bilasizlar, led chiroqlari o'zini polosasi bor, dalida ham, blichida ham polosa solib beradi, ya'ni liniyalik. Nimaga endi shunaqa bo'lsa, bizga pretenziya qilishyapti degan savolga biz ham so'radik. Shuning uchun men bilganimcha sizlarga aytib beraman. Xo'p, buning uchun sizlar tartibni buzmaslik qoidasiga amal qilishingiz kerak, ya'ni faraynani orqasini qoraga bo'yashingiz kerak. Nimaga? Atrashatil shunda ishlamaydi. Agar atrashatil ishlab qolsa, led chiroqlari polosali bo'lganda ham tagidan nur beradigan bo'lsa, unda sizga pretenziya qilishadi. Orqasidan midnight hisobda qoraytirib, shu polosali liniyali, ya'ni lampochkamiz ledimizni qo'ysangiz, unda atrashatil ishlamaydi. Shunda cho'tki bo'ladi, tartibni buzmagan holatda bo'ladi. Ayniqsa tuman kez bo'lsa, tuman kezda led bo'lsa, hammasini oq tashlaysiz, bunga обязательно pretenziya qilishadi, o'zini radnosini qo'yib qo'yasiz. Hammaga rahmat, foydali maslahatlar uchun like bosib qo'ying.